Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil qilish metodikasi. Mavzumiz boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning maqsadi va vazifalarini aniqlash. Reja. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarning maqsad va vazifalari. Ikkinchisi, boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Amaliy ishlash uchun topshiriqlar. Mavzu haqida qisqacha ma'lumot, mavzuga oid topshiriqlar bajarish. Sinfdan tashqari ishlar bu o'quvchilarning bo'sh vaqtlarini, darsdan tashqari vaqtlarida o'z-o'zini rivojlantirish, bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash maqsadida tashkil etiladigan turli xil faoliyatlardir. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning nafaqat bilimlarini kengaytirishga, balki ularni jamiyatda faol, mas'uliyatli va ijodiy shaxs sifatida tarbiyalashga ham yordam beradi. Bu faoliyatlar o'quvchilarni har tomonlama rivojlanishiga qaratilgan bo'lib, ular o'quvchilarga o'qish, yozish, fikr tinglash, nutqni ifodalash va boshqa ko'plab ko'nikmalarni shakllantirishga imkon yaratadi. Sinfdan tashqari ishlarning maqsadlari. Birinchisi, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning darsda o'rgangan materiallarini qayta ko'rib chiqishlari va yana chuqurroq tushunishlariga yordam beradi. Masalan, matnni o'qish yoki insho yozish orqali o'quvchilarning o'qish va yozish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Ikkinchisi, ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. O'quvchilar sinfdan tashqari ishlarni yangi g'oyalar yaratish, muhokama qilish, matnni tahlil qilish kabi faoliyatlarda ishtirok etadilar. Bu o'quvchilarning ijodiy yondashuvini rivojlantiradi va fikrlashni erkin ifodalashga yordam beradi. Uchinchisi, mustaqil ish ko'nikmalarini rivojlantirish. Sinfdan tashqari ishlarni o'quvchilarga o'z vaqtida va faoliyatlarini boshqarish, mustaqil o'rganish va maqsadga erishish ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradi. O'quvchilar mustaqil ravishda ishlashni o'rganadilar. Sinfdan tashqari ishlarning vazifalari quyidagilardan iborat. Birinchisi, o'quvchilarni o'qishga qiziqtirish. Sinfdan tashqari ishlar orqali o'quvchilarning kitob o'qishga bo'lgan qiziqishini oshirish. Masalan, o'quvchilar uchun kitobxonlik kechalari yoki o'qish tanlovlarini tashkil etish. Ikkinchisi, o'quvchilarga bilimni amalda qo'llash imkoniyatini yaratish. Darsdan tashqari faoliyatlar o'quvchilarga o'rganilgan bilimlarni hayotda amalda qo'llash imkonini yaratadi. Masalan, ular turli mavzularda insho yoki hikoya yozish, o'quvchilarni boshqa o'quvchilar bilan muhokama qilish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydilar. Ya'ni tarbiyaviy maqsadlari ham bor ekan. Sinfdan tashqari ishlarning o'quvchilarni mas'uliyatli, o'zini tutishi, qobiliyatiga ega ijtimoiy faollikka o'rgatadi. Shuningdek, ular o'z bilimlarini boshqalar bilan bo'lishish, guruhlarda ishlash kabi ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Ko'nikmalarni rivojlantirish o'quvchilar o'zlarining o'qish, yozish, nutq tinglash va suhbatlashish ko'nikmalarini turli faoliyatlarda rivojlantiradilar. Masalan, o'quvchilar kitob o'qish, rasm chizish, hikoya yozish, rolli o'yinlar o'ynash kabi faoliyatlarda o'z ko'nikmalarini sinab ko'radilar. O'quvchilarni jamiyatga tayyorlash. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarni jamoada ishlash, hurmat, hamkorlik qilish kabi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantiradi. Ular o'rganilgan bilimlarni jamiyatda foydali bo'lishi uchun ishlatishni o'rganadilar. Keyin esa guruhda ishlash ko'nikmalari shakllanadi o'quvchilarda. Sinfdan tashqari ishlarda o'quvchilarga jamoa bo'lib ishlashni va
o'z fikrini bildirishni, boshqalarni tinglashni o'rgatadi. Masalan, guruhli ishlar, rolli o'yinlar, debatlar orqali guruhlarda ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish. Ijodkorlikni rivojlantirish. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarda ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Ular o'z g'oyalari va tasavvurlarini erkin ifodalash imkoniyatiga ega bo'ladilar. Buning uchun turli yozma va og'zaki ishlanmalar, rolli o'yinlar yoki sahnalashtirish ishlarini o'tkazish mumkin. Savodxonlikni rivojlantirish. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarda o'qish savodxonligini, yozma va og'zaki nutqni rivojlantiradi. Masalan, matnlarni tahlil qilish, o'qigan kitoblari bo'yicha insho yozish, hikoya qilish kabi faoliyatlar o'quvchilarning nutqini mustahkamlaydi. Keyingisi esa o'zini ifodalash va o'z fikrini bildirish. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarga o'z fikrlarini erkin ifodalash imkonini beradi. Bu ular uchun o'z-o'zini anglash, fikrlarini bildirish, boshqalarni tushunish va ularga ta'sir ko'rsatish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Sinfdan tashqari ishlarning maqsadi, vazifalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish va yozish savodxonligini rivojlantirish, ijodiy fikrlashini oshirish, jamiyatda faol, mas'uliyatli shaxs sifatida tarbiyalashga qaratilgan. Bu ishlar o'quvchilarga o'z bilimlarini mustahkamlash, ko'nikmalarini rivojlantirish va ularni jamoada ishlashga o'rgatishga yordam beradi. Shuningdek, sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarning hayotga nisbatan ko'proq mas'uliyat bilan yondashishga imkon yaratadi. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni ta'limdagi faolligini oshirish, bilim ko'nikmalarini mustahkamlash hamda ijodiy yondashuvni rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega. Sinfdan tashqari ishlar o'quvchilarga o'rganilganlarni amaliyotda qo'llash, bilimlarini chuqurlashtirish va yangi ko'nikmalarni egallash imkonini yaratadi. Shu bilan birga bu faoliyatlar o'quvchilarni mas'uliyatga, ijodkorlikka va guruhda ishlashga o'rgatadi. Sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish shakllari. Kitob o'qish, tahlil qilish. Birinchisi, o'quvchilarni turli janrlarda kitobxonlikka jalb qilish, o'qilgan kitoblarni muhokama qilish, qisqacha tahlil qilish. O'quvchilar o'qigan kitoblari bo'yicha insho yoki iboratlar yozadilar. Maqsad o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirish va kitobxonlik madaniyatini shakllantirishdan iborat. Ikkinchisi, uzviy yozish, ijodiy yozish. O'quvchilarga hikoya, insho yoki she'r yozish topshirig'ini berish. O'quvchilar o'z ijodiy fikrlarini yozma tarzda ifodalaydilar. Maqsad ijodiy fikrlashni rivojlantirish, nutq ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat ekan. Bilim ko'nikmalarini qanchalik chuqur o'zlashtirgani, o'z fikrini mustaqil va aniq ifodalash. Boshlang'ich sinflarda sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish o'quvchilarni bilim ko'nikmalarini rivojlantirishda, ijodiy va tanqidiy fikrlashni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayon o'quvchilarning faolligini oshiradi, ularni jamiyatda ijtimoiy faollikka tayyorlaydi va mustaqil ishlashga o'rgatadi. Sinfdan tashqari ishlarni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish o'quvchilarning tarbiyasiga va bilim olish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi.